o'sha Dexter. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan mana shu serverni tanishtirib o'taman. Bu serverni silkasini bo'lsa mening Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Hozirda mening Telegram kanalimning nomi Shatter do'stlar. Undan keyin nomini o'zgartiraman. Bu yerda Bedwars, keyin hozir lobby ko'rsatib ko'rsaman. Agar buni Gamepay degan bu serverni ba'zi birovlar bilishi mumkin. Hozir bu o'zbeklar bormi ekan? Faqat men o'zbekman. O'zib deb yozib qo'yilganlar bormi ekan? Mana o'zbek sila 01 bor ekan, yani o'zbek bor ekan. Rasul degan bor edi, u chiqib ketibdi. Ikkita o'zbek bor ekan xolos do'stlar. Sizlarga buni tashlab qo'yaman. Silkasini o'zim Telegram kanalimda bor. YouTube obuna bo'lib qo'ying. Keyin bu meni kanalimga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Dexterman. Albatta o'tib qo'ying kanalimga. Xo'sh, bo'lmasam mana bu yerda uy bor, bu yerda. Xo'sh, shunday mana eshikni yoqman. Brat qaysi uzr chiqib ketolmaysizmi? Men bu yerda video olyapman. Xo'sh, chiqib ketsangiz chiqib ketavering. Mana bu yerda joy bor. Xo'sh, sizlarga bir sirni ochaman-da. Mana bu yerda narvon bor, buni tepasida yana bitta uy bor. Siz agar Bedwarsga kirib turib, agar Bedwarsga yoki Splifga kirgan bo'lsangiz, mana bunaqa sindirsa bo'ladigan bo'ladi. Shu yerda mana bu yerda bunday sindirib turib, siz mana bunaqa joyga chiqib turasiz. Ana, Yuhu, ko'rasizlarmi do'stlar? Shunday qilsa bo'ladi. Bu yerda shunaqa bor. Keyin mana bu yerlarda pizza bo'ladi. Keyin bu yerdan unday tushum uychaga kirsa bo'ladi. Hozir sizlarga qiziq emas deb o'ylayman. Chunki bu yerga kirish uchun, teranga kirish uchun sizga bunaqa profil kerak, menimcha adashmasam. Mana o'zbek sila, bratan, qalay? O'zbek sila, qalay? Siz ishxonada Splif bor. O kim bor deydi? Kim bor? Qayerga ketgan bo'ldi? O'yinchi. Menda hozir oxirgi tushish kerak edi. Qayerga tushish kerak endi? Bu yerda Splif sizga qisqacha ma'lumot beryapman. Xo'sh, men bu yerda bunaqa kirishxonasi. Bu yerda sizlar shu yerdan o'zlaring kirsalaring bo'lib olasiz. Keyin mana bu yerda bunday bosib, lobby degan joy bor. Shu lobbyni bunday bosang, bu yerda lobby bo'ladi. Birinchi kirganlaringda bunaqa bo'ladi. O'zbekcha deyman. Ruscha, inglizcha, ispancha chiqadi. Sizlar agar ruschani yaxshi bilsangiz ruscha qilasiz, agar inglizchani yaxshi bilsangiz inglizchani qilasizlar. Agar ispanchani bilsangiz ispanchani ham qilaverasizlar. Tepasiga o'zlaring o'zi chiqib turadi. Bu yerda o'zim qilmayman. Mana shu yerda agar adashmayib turgan bo'lsam, tepasiga o'zlaring xohlagancha parol qo'yasizlar, lekin uni eslab qolish kerak. Men o'zimni ismimni qo'yganman, masalan. Xo'sh, bu yerda hali kirgan joy Bedwars, bu Gamepay'ning bunaqasi, vijmani qilasizlar. Bitta grif ham bor edi, qani bitta nomi grif, yo bu grif masalan. Mana grif. Shu grifda vijmani qilsalar ham bo'ladi. Keyin PPS ham bor.
Battle Lobby hisoblanadi. Xo'sh do'stlar, kanalimga obuna qo'ying va like bosishni unutmang bu videoga. Men videoni tugatdim do'stlar, bo'lmasam obuna, like bosinglar.